Yo do'stlar salom. Sizlar bilan men achom. Samolyot uchib ketyapti. Xullas biz Free Fire Max'ni o'ynashga ketdik. O'yinimiz Big Heart, ya'ni katta bosh degan o'yin. Qani bo'lmasa ketdik o'rtoqlarimiz oldiga. Hozir men salomlashish uchun otishdan qochib ketdim. Qanday? Xullas do'stlar o'yinni boshladik. Odamni o'ldirgan sari, kill olgan sari batta boshda level oshadi, ya'ni kattalashadi. Xullas qani jangga olg'a. Qanaqaligini bilmayman. Ikkita ishlarni to'plashga ulgurdim. Shunga quroldan bitta gap. Ovozim eshitib qoldi. Sizlarga Free Fire Max'dagi qaysi оружие yoqadi? Masalan, menga M24 yoqadi. Avemas. Xullas avemas. Endi nimagaki men kresalikni yaxshi ko'raman. Mana chekyapti. Boshqadan ketdik. Help me! Valla bu hani bo'lmas. Enemy spot! No, xafa bo'lmayman. Ma'lum, lekin kimga qanaqa narsa yoqadi? Head to the finish! Odam tabiiy. Bir so'z bilan aytish qiyin. Hozir montajga qo'shib ketaman. Ovozim yurib qolyapti. Miyamni bitta nimaga kattalashtirdim.